住你，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会当去帮忙，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。神奇的怪物数学小分队。 At üstündeki məxluqlarning bosh etiqchiligi. Markes, menga yana o'yinchiqqa kelib bergin-a? O, seningcha bu o'yinchiqlar jiq emasmi? Texi yetarlik emas. O'yinchoq rostla ko'p bo'lib ketibdi. Chaqiraq ekran doim qovuni qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematik tushlar paydo bo'ladi. Bular irqi 3 g'alati maxluq ekan. Yaxshi g'alati maxluq. Ha, yaxshi bizlar g'alati maxluq matematik atirdikilar. Biz bek hayajonlanib ketyapmiz. 3 g'alati maxluq doim bek hayajonlandi. Shundoq. Chunki bugun bek hayajonlangan ish bo'ldi. Shunga bek hayajonlanib ketdik. Sizlarni undaq bek hayajonlantirgan qizlar qandaq ish? Basi do'konning oldida bir yangi ot bor ekan. O yaxshi ot maxluqi. Uni eng yaxshi ot deyishga bo'ladi. Eng qaltis. Vah, anglamoq intayin qaltisatda qiladi-a? Meningmi ot mingim kelyapti-da. Bizning shu. Biroq biz minamidik. Nemishqa minamidinglar? O midirlama emasmi? Biz pul selish ig'izga pulni saldik, biroq u ot maxluqi midirlab qo'ymadi. Ha, ozroqmi yaxshi emas-ku? Shundoq ozroqmi yaxshi emas. Kichik maxluqlar ansirmanglar. Biz sizlarga yordam qilamiz. G'alati maxluq matematika atatikilar hozirda yo'lga chiqadi. Biz amal qilib yog'och ot maxluqini harakatlantiraylik. Biz chuqur g'alati maxluq matematika o'qimida foydani hal qila olamiz. Shundoq, chunki g'alati maxluq matematik o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematik o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarning so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartimiz so'zi birla emas ekan. Bek ko'p ham az. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Doim qaltis. Uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Bek ko'p. Kam. Hozir demaysan-ku, kelar qitim raqamli maxluqni ko'rganda andin lekin. Ha, ma'qul Lili. Men bek hayajonlanib ketyapman. Tahir qilmay qoldim. G'alati maxluq matematika atirtirkilar, biz o kichik maxluqning ot minishiga yordam qilaylik. Vah, g'alati maxluq matematik atirdikilar ketdi. Vah, bu qarmoq intayin qaltis otda ko'rinadi ekan. Agar biz uni harakatlantiralsak, texmi qaltis bo'ladi. O aslida oldi kayda harakatlanadi. Avra qaranglar, tangi pul salayli. 1 2. Ondan biz sakrash palqiga chiqib sakrab otga chiqamiz. Tez harakatlan g'alati maxluq. Ko'rdinglarmi? U ozroqmi harakatlanmadi. Men masalani qayerda ekanligini bilganda qildim. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Bek ko'p ham kam. Ko'pchilik tayyorlanib bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 kishi sanayman. 1 2 3. Bek ko'p ham kam. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. Bir g'alati maxluq qiymalik bo'lib setib olmoqchi. O qancha pul xaysiz andal uni setib olaydi? Bir
g'alati maxluq tangisi bo'lamdi. Bo'lmaydi. Bir g'alati maxluq tangisi qiymaliq bo'lsa tashkil etmaydi. Ikki g'alati maxluq tangisi-chi, yana qiymaliq bo'lsa tashkil etmaydi. Undaqda uch g'alati maxluq tangisi-chi. Bo'ldi. Endi qiymaliq bo'lsa tashkil qiytadi. G'alati maxluqning bir narsa yeshimi bakli g'alati. Mening qiymaliq bo'lgam. Bu bizga 5 ton yordam bo'ldi. Ichir qilgan g'alati maxluq 3 ton tanga pul sarf qilib qiymaliq bo'lib setib oldi. Shunda bir tal tanga kamlik qiladi ekan. 2 tal tanga kamlik qiladi ekan. Jazmlashtiraymanki, biz kamning ma'nosini bilib olsak, ondan bu yog'ochni harakatlantiraylik ekanmiz. Chunki kam degan so'z matematikada bilib bo'lgandikin. Biz g'alati matematik to'qimidan foydalanmaylik. Oy! Kichik maxluqlar, bizga ko'rsatib beqinglarchi. Sizlar otni midiriltish uchun nima ishlarni qildinglar? Biz bu tangilarni mushundoq o'xshash soldik. 1 2 Anda biz sakrash taqiqiga chiqib otga mindik shu. Tez harakatlan g'alati maxluq. Bu yerga qaranglar. Qancha soat tanga solsak, ondan bu otni harakatlantirgan bo'ldigan do'st. Biz sinab boqayli. 1 2 3 tal tanga. Biz 1-2 tal tanga solgan. Sizlar 2 tal tanga silibsizlar. Lekin bu yerda 3 tal tanga silinglar debdikan. Shunga albatta sizlar 3 tal. Men bildim. Meningcha sizlar o tangini yog'ochning og'ziga selinglar. Ko'vu. Meningcha bu bundaq masala emas. Biz 3 tal tanga solsak, ondan otni mingili bo'ladi. 2 tal tanga kamlik qiladi deganlik. To'g'ri. Men bildim. Tanga yetarlik emas. To'g'ri. Menda yana bir tal tanga bor. Biz sinab boqaylik. 1 2 3 tal tanga. Tez harakatlan g'alati maxluq. Hey, nima ish bo'ldi? Ular yetarlik tanga pulni soldi. Yana nima masala chiqqandi? Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askarning so'zini deyishimiz kerakligini bildirdi. Bak ko'p ham kam. Men 3 sanayman. Boshlanglar. 1 2 3 Bak ko'p ham kam. G'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. Bas g'alati maxluq kiyimiga chiqmoqchi bo'ldi. Kiyimi laylayolmay qoldi. Kiyimidagi g'alati maxluqlar bak ko'p bo'lib ketibdi. Bir g'alati maxluq kiyimidan tushdi, biroq kiyimi laylayolmay qoldi. Yana bir g'alati maxluq kiyimidan tushdi. Ko'rdinglarmi? Kiyimi hozir laylayoladi. Kiyimida 3 g'alati maxluq qolganda kiyimi laylayoladi. G'alati maxluqlar, sizlarga oq yo'l tilayman. Manzilga yetib borganda bizga deyishni unutib qolmanglar. Bizga bekchon yardım bo'ldi. Dastlabda g'alati maxluqlarning soni ko'p bo'lg'achqa kiyimi laylayolmay qoldi. Sizlarcha bek ko'p bo'lib ketish bilan ot o'yinchiqning munosabati bormi? Balkim shundaqdir. Biz yana bir qatim sinab boqaylik. Bo'ladi, kichik maxluqlar. Tanga pulni selinglar. Bo'ladi, Markus. 1 2 3 tal tanga. 3 tal tanga yetarlik. Tez harakatlan g'alati maxluq. Yana bo'lmadi-ku. Qaranglar, bu otga qancha g'alati maxluq minsa bo'ladi? 1 2 Undaqda otning ustida qancha tal g'alati maxluq bor? Biz birlikda sanab boqaylik. 1 2 3 Biroq yog'och otga 2 g'alati maxluq minish kerak. Bu deganlik. Men bildim. Yog'och otning ustidagi g'alati maxluq bak ko'p bo'lib ketibdi. To'g'ri, ko'p bo'lib qopti. Biz bak ko'pning ma'nosini bilib oldik. Kichik maxluqlar, biz yana bir qatim sinab boqaylik. Biz tushib ketaylik. Tez harakat bilan. Bek tez harakatlanib ketdi. Yog'och ot maxluq. Men seni tutib olay. Men seni tutib olay. Men sinab boqay.
Yağış atda çoxum məsələ var. O bunda xəlit məxluqlarını silkib çıxarmaz bulmaydı. Bu da xos xətərlik. Bunda qilishning asosi yo'q-ku. Chunki yog'och atning ustidagi g'alati maxluq bak ko'p bo'lib ketdi. Shunga bir necha tushib ketdi. To'g'ri. Yana nima masala yuz bergandi? Xəlit məxluq matematika ətrafdagilar o'ylab baqayli. Ən dəsəbdə yağış atda 3 xəlit məxluq var idi. Şuna yağış at hərəkətlənməgan. U vaqtda g'alati maxluq bak ko'p bo'lib ketgan. Shundoq. Ondan keyinchi. Ondan yağış atqa birdan xəlit məxluq mindi. Shuning bilan bak tez hərəkətlanib ketdi. To'g'ri. Buning demoqchi bo'lgani. Men bildim. Yog'och at maxluqi kontrolligini yo'qotdi yoki uning qo'risi qochib ketdi. Undaq emas. Buning demoqchi bo'lgani yağış atqa 2 xəlit məxluq minish kerak. Shu bir xəlit məxluq kam bo'lib qapti. To'g'ri. Men yana bir bilimni o'rganib oldim. U bo'lsa-mu kam. Menimcha yağış atqa 2 xəlit məxluq minish kerak. Amza başlayli. Tez hareketlen g'alati maxluq. U oxiri harakatlendi. Qaltis yog'och atgan bu. Yaxshi qildinglar xəlit məxluq matematika ətrafdagilar. Biz kichik məxluqlarga yağış atı minishga yordam qila oldik. Biz bek ko'p ham kamga munosabatli bilimni o'rgangashga, shunlashqa g'alaba qila oldik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqishni ortayli. Amsi 3 ga sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alaba qildik. Keyingi navbat man keldi. Vah!